biza Minecraft uchun 3 ta eng ajoyib va qiziqarli bo'lgan eksperimentlarni sinab ko'ramiz. Biza keldik va eksperimentlarni tekshirib ko'ramiz va bizlarga kerakli narsalarni olib olamiz va suv qayerda edi va shu yerda bo'lishi mumkin va mana yo'q, bu yerda ham emas va shular yo'q, bu yerda ham emas. Qayerda bu suv? Qayerda mana turibdi. Yo'q, bu emas. Yo'q, mana suv ko'rinib turibdi va shuni olamiz va bunga sandiq olib olamiz va buni shu yerga qo'yamiz va bu yerlarga esa ikkita sandiqni qo'yib olamiz va bu yerga sandiqni qo'yib olamiz va bu yerga o'zimizga saratishimiz kerak va buni bu yerga qo'yamiz va shunaqa qilib oldik va biz shunaqa qilib qurdik va ustiga chiqib olamiz. Yo'q, chiqib bo'lmayaptimi? Va yuqori qarasancha uni va suriyalga o'tib olamiz. Bu yerdan sakrashimiz kerak. Sakra. Mana joningizlar ketmaydi. Umuman ketmaydi. Va ikkinchi eksperimentimiz esa va bu yerni 4 bo'shliq qilib qazishimiz kerak va 5 yoki 6 blok qilib olamiz. Va bunaqa qilib ham oldik va endi shunaqa qilib olasizlar va men narsalarni olishim kerak va shunaqa narsalarni olib va bularni olib olamiz va bularni suvga tashlab yuboramiz. Ketdi. Va bularni ham tashlab yuboramiz va biladi o'xshamadi-yu bu eksperiment nima bo'lyapti bu yer? Даже bu eksperimentimiz o'xshamadi. Va 3-chi eksperiment esa bizga obsidian kerak va nezerga ketamiz va bularni ham qurib olamiz. Endi qurib oldik va buni ham yoqamiz. Va nezerga ham kirib oldik va bizlarga yotoq kerak bo'ladi. Bu yotoqni olib va yotoq qayerda? Mana shu yer va yotoqni olamiz. Biz nezerda bu eksperimentni tekshirib ko'ramiz va shuning ustiga bosamiz va portlab ketadi. Lekin bizga esa portlab ketadi. Lekin mana jitillarni qo'ysak va bularni jitillar bo'lsa bular portlamaydi. Bizga yo'q portlaydi va ustiga biz yotib ko'ramiz. Shu yerga qo'yamiz va yoniga borib ko'rsak biz uxlay olmaymiz, lekin portlab ketadi. Va shunaqa eksperimentlar yoqqan bo'lsa videoga ham like va obuna bo'lishni ham unutmanglar. Xayr, obunachilarim.